Assalomu alaykum. Qadrdonlarim. Mana navbatdagi zinamiz Qo'qonda. Inshaalloh bitdi. Kecha boshlaganda bugun inshaalloh mana butonga harakat. Kimda shunaqa zina xizmatlar bo'lsa aloqaga chiqamiz. Qisqacha ma'lumot 1.5 ga. Hop, 30 ga 15 4 balandligi. Oyoq qo'yadigan 30 dan tushgan. Kimda shunaqa zina xizmatlar bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Xohlasa o'ta ideal holatda chiqqan. Mana ko'rib baho beraverasizlar. To'g'ri gapga ustamasmiz. Gapimizda ozgina agar kamchilik bo'ladigan bo'lsa, ming bor uzrlik. Qisqacha ma'lumot berib o'tib ketamiz. Qarani, mana shu bu ish ham sinamoqchi bo'lsani, mana shu qirrasini shuni olsani bir-biriga to'g'ri keladi, boshdan oxirigacha. Aylanani bo'ladigan bo'lsa, boshqacha hisoblanadi. Xohlasa aylanaga kelganda uni ham aytib deb ketaman. Bir xilda o'ringa bo'lgan, iplarga tortilgan, o'rtadan simlangan. Nega deganda, bu vibrator solishga baquvvat bo'lish kerak. O'tamiz. Ertaga erva chiqmaydigan bo'lib, o'ta chiroyli bo'lib chiqishligi uchun o'rtasidan simlaymiz. O'shanda qo'rim-po'rim beravermaydi. O'ta chiroyli, o'ta go'zal holatda chiqadi. Kimda shunaqa zina xizmatlar bo'ladigan bo'lsa, sifatli, o'ta chiroyli va arzonroq. Arzon ham emas, lekin Xudo xolasa 1 dan 10 gacha baho berib o'tkazasizlar zinamizga. Sizlarga ma'qul keladi degan umiddamiz.